Shunchaki meni ota-onam bilishmagan, o'zlarini qanaqa namoyon qilishni, meni qanchalik sevishlarini, qanchalik asrab-avaylashlarini, sevgida, muhabbatda, qo'llab-quvvatlashda, ishonchda qanday qilib namoyon qilishni bilishmagan. Va buni bilishmagani uchun ham og'riqda tarbiya qilishga urinishgan. Ota-onani tushunish, ota-onani hamisha qabul qilish qanchalik muhim. Lekin siz bir paytning o'zida mana shu holatda ota-onani qabul qila olmaysiz, tushuna olmaysiz, xafa bo'lasiz. O'sha paytda oilada tinchlik, garmoniya bo'lmagan, muhabbat bo'lmagan. Ya'ni bir-birini tushunib, qo'llab-quvvatlash o'rniga muhabbat emas, xotirjamlik emas, xavf-xatar bor deb o'ylagan. Ya'ni farzand ulg'ayayotgan joyida uyida